hurmatli kuzatuvchilar, Vyetnamga bosh ko'targani kelaversin. Bittaga bitta oxirigacha jang. Lavozim bor-ku, lavozim butun insonga sotsangiz, achinmas ekansiz, to'g'risi. Kelajak zotlar, miramir atagilar Yaponiyadan chiqqan zotlar. Xudo xolasa kelajakda yoradigan xurozlar bo'ladi. Ey, voy! Bolalar ko'p. Hop! Hop! Hurmatli kuzatuvchilar, avvalambor assalomu alaykum. Qadrdon bizni kuzatuvchi obunachilar, boringlarga shukr. Manaqa bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mana bu simichka po'chog'i o'zingizlar bilasizlar. 1,5 oy deganda almashtirdim teganni simichkasini. Simichka po'chog'i bu. 1,5 oy deganda. Pastida ham mana ko'rib turibsizlar. Bu tomonda, mana bu tomonda. Xudo xolasa obunachilar, bu simichka juda ham zo'r, oyog'ida qadoq qildirmaydi. Qolaversa yaxshi turadi. O'tgan safargi videomizda meni so'rashibdi, nima buni qo'ygansiz xunuk qilib. Obunachilar buni bir-birining kallasini chiqarib, bir-birini cho'qishib urushib ketyapti, shuning uchun qo'ymayapman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman obunachilar. Endi hozir albatta o'zimni yaxshi ko'rgan zotim Vyetnam bilan Tohirjondan olgan koreyskiy sotmoqchiman, shuning uchun murojaat bilan chiqdim. Haqiqiy olaman deydigan nimalar bo'lsa, hop, hurmatli qadrdonlarim, shuning uchun aytmoqchimanki, Instagramga qo'ydim. Kecha va bugun buni ko'p kishi biladi. Agar ko'rmoqchi bo'lsanglar, ko'p videolarni o'shani qo'ysa bo'ladi. YouTube'da qo'ysa bo'lmaydi. Nimaki, YouTube injiq bo'lib qolgan. Xullas, kanal shunday kanalimni xarob bo'lib ketishiga ozgina qoldi. Shu YouTube'ga xurozlarni qo'yaverganimizdan. Hop, obunachilar, Vyetnam bilan Tohirjondan olgan koreyskiy xurozimni sotmoqchiman, zarur bo'lib qolganligi uchun. Chunki o'zingizlar bilasizlar, men o'zim novoyman. Novochilikka o'zimiz bir brend qilyapmiz. Bu brend deganda salafan paket, nomimizni qo'yib usta Novoy degan. Albatta YouTube'da yozsanglar chiqadi, usta Novoy degan. Buni novochilik qilayotgan sirlarimiz bor. Albatta bu kanallarga ham qo'yishni davom etaman. O'zingizlar ham ko'rib, bir bahra olib, otangizga rahmat, deb like'larni bosib tursanglar bo'ladi. Qadrdonlarim, qisqasi shunaqa. Vyetnam bilan o'zini ko'rsata olmayman. Albatta agar ko'raman desanglar, adden videosini Telegram bor. Ekran ostidagi raqamlarimizda Telegram, WhatsApplar bor. Xohlasanglar tashlab beraman. Buni o'z kelasini totib, qo'lobotlar qilib, qanaqa holatga keraksa tashlab beriladi. O'ni to'g'rilar, iltimos telefon qilinglar. Sababi mana brendimga bir kishidan so'rasangiz ham sarg'ayib bo'lsa, bordiki bo'lsa, yo'q bo'lsa, yana yuzingiz hujul bo'ladi. Shuning uchun boshqa kishidan so'ramagan holatda o'zim sotaman deb turibman. Tohirjonniki 100%, o'zimnikiga 200% kafolat. Endi odatda xurozvozlar urushgan oyog'ini ko'raylik deyishar ekan. Oyog'ini ko'rishlik uchun uni urushtirish kerak ekan. Albatta buni bilasizlar, urushtirish gunoh. Shaxsan men olganimdan beri hali deyarli bo'sib urishtirgan joyim bo'lmadi. Endi qanaqa zot boqayapman degan maqsadda bittasi mana Vyetnamning 3 ta bekorchisi bor, koreyskiyning 2 ta bekorchisi bor. Sen aytmoqchimanki, qadrdonlar, bolalar ko'p. Hop, xullas qadrdonlarim, shuni sotmoqchiman. Sizlardan shu yordaminglar, poddeshkalar bo'ladi. Shu brendimni shu tezroq o'g'ilishligim uchun shu ikkita yaxshi ko'rgan narsamni sotyapman. Sizga ilinayapman. Faqat lavz butun telefon qilib, aka yo uka, mashinchaga ber, deylar, sotay. Ertaga qaytib o'lish sharti bilan ham sotaveraman. Chunki bularni haqiqatda yaxshi ko'raman. Men sotish uchun aytayotganim yo'q. Siz bu kishilar qas so'rayotgan joyim yo'q. Shuncha aytmoqchimizki, obunachilar, o'g'ridan bo'lsanglar, ertaga qaytarib beraman. Unga ertaga o'zingiz pulingiz bo'lganda qaytarib olasiz desanglar ham farqi yo'q. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ekran ostida raqamlarim, Telegram, WhatsApp bor. Hop, obunachilar, hozir endi bularni o'sha sotib ishlarni bitirib olinsa, aqda o'sha ustozim bergan ataka limon bilan, ataka yana limon bolasidan kelganman ustozdan. Albatta bolalardan olishlik uchun. Hop, endi xudo xolasa tez kunda shu narsalarni amalga oshiraman degan maqsadim bor, qadrdonlarim.
videoga like bosib, obuna bo'lib, bir-birlarga jo'natib, podpisa qilib, shunaqa podpisa qilsanglar yaxshi bo'lardi, chunki bu kanalim ancha cho'kib qolyapti. Chunki bu kanalimda sizlarga yaxshi insonlarni ko'pini ko'rganman, ko'pini bilan ko'rishganmiz, ko'pi bilan mehmon bo'lib o'tirganmiz. Sizlarni har bittanglarni, mana shu ko'rayotgan har bittanglarni Alloh taolo menga yo'para qilgan. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr. Men sizlar bilan ko'rishib, tanishib, g'oyibona orqali, mana shu video orqali tanishayotganimdan Allohga behisob shukr qilaman. Aytamizki, obunachilar sizlardan bir yordam bo'ladi. Zot tagi tugi yaxshi, mana bilasizlar, ommaga chiqadigan narsami, haligi telefon qilib Mahmudjon, zotingiz yaxshi emas ekan desanglar, pul qaytarib beriladi. Xudo o'zi mendagi Vyetnam bilan Koreya ikkalasi ham tappa-tayyor. Endi o'zingizlar mendan ko'proq ham bilasizlar. Sababi buni ozgina e'tibor beriladi va konkretni misol bo'yicha jang qo'yiladi. Men boshqa qilishni ham o'zingizlar bilasizlar. Xullas shu, ikkita mekiyon bilan Vyetnam, bitta mekiyon bilan koreyskiy, toza ikkalasi ham shular sotiladi. Obunachilar, olmoqchi bo'lganlar, ekran ostida raqamlaringizni aloqaga chiqsanglar bo'ladi obunachilar. Sog' bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan shu video orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlarni menga yo'para qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar.